Salom jigarlar, sizlar bilan yana Iso Gaming. Sizlar bilan hozir biz mana bu yerdagi ish yuborish tadbiridan qanday qilib tekinga mana bunaqa sovrin yo'li kartasini olishni o'rganamiz. Hop, unda boshladik. Birinchi bo'lib bu ishni yuborishga kirishdan oldin PUBG haqida bitta video qilib o'zimizda Instagram, YouTube yoki TikTok platformamizga joylashimiz kerak. Va o'sha joylagan videomiz silkasini olib mana bu yerga kiramiz. Va bu yerga kirganimizda u joylagan videoingiz mana shunaqa PUBG Mobile Naruto kalibratsiyasini hashtagi bilan ostida bo'lishi kerak. Keyin esa shu videoning silkasini mana havolasini yuborishga kirib turib shu yerga kiritasiz. Keyin mana bu platformalardan birini tanlaysiz. Instagramdagi bo'lsa Instagramni tanlaysiz va tadbirni xotirlar xavfsizlik ogohlantirishini o'qib chiqdimni bosasizda ishni yuborasiz va sizga tanlab turib mana bu yerga kirsangiz tasdiqlan deydi. Meniki 2 marta jo'natdim, keyinlasi ham tasdiqlanmadi. Shuning uchun sizlarga omad tilayman. Omon bo'linglar.